Andijonda ayol erining o'ynashini tahqirlab, sochini oldirtirib tashladi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmasini bosishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyatida bir ayolga nisbatan qilingan shafqatsiz va tahqirli xatti-harakatlar aks etgan video tasvirlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, boshqarma tomonidan surishtiruv ishlari olib borilgan. Surishtiruvlar davomida aniqlanishicha, 1991-yilda Izboskan tumanida tug'ilgan, hozirda Andijon shahrida yashovchi ayol 1998-yilda tug'ilgan boshqa bir ayolni turmush o'rtog'i bilan ishqiy munosabatda bo'lib yurganlikda ayblab, unga nisbatan qasd olish maqsadida reja tuzgan. 2025-yilning 23-dekabr kuni u davolanib yotgan shifoxonaga 1995, 2004 va 2001-yillarda tug'ilgan tanish ayollar orqali 1998-yilda tug'ilgan ayolni keltirib, uni turli nojo'ya harakatlar bilan tahqirlashgan hamda bu jarayonni video tasvirga olishgan. Shundan so'ng 1991-yilda tug'ilgan ayol o'zining oldindan tanishi bo'lgan 99-yil, 1998-yillarda tug'ilgan 2 nafar erkakni kasalxonaga chaqirib, ularga mazkur ayolni ovloq joyga olib borib, sochlarini olib tashlashni buyurgan. Buning oqibatida 1998-yilda tug'ilgan ayol erkiga xilof ravishda 5 nafar shaxs tomonidan oq rangli Gentra rusumli avtomashinaga majburiy ravishda o'tkazilib, Andijon tumani Jivachi mahallasida hududidagi xilvat joyga olib borilgan. U yerda 1999-yilda tug'ilgan erkak tomonidan uning sochlari mashinka yordamida olib tashlangan. Mazkur jarayon 1995-yilda tug'ilgan ayol tomonidan video tasvirga olingan va oradan ma'lum vaqt o'tgach ijtimoiy tarmoqlarga joylangan. Ushbu holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 137-moddasi odam o'g'irlash 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi hamda 5 nafar shaxslar protsessual tartibda ushlangan. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur jinoyat ishi Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkentda voyaga yetmagan qizni tazyiq va zo'ravonlik bilan fohishalik qilishga majburlangan.